Assalomu alaykum. Mana hozir Xitoydagi Jinjian shahridagi ko'rgazma juda ham zo'r o'tyapti. Haqiqiy ko'rgazmaga tayyorgarchilik qanday bo'lishi keligini shu yerda ko'rish mumkin. Yo'lga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana hozir 10 tonnadan og'ir оборудованияларni olib kelib odamlarga faqatgina ko'rsatish uchun olib kelingan shu. Mana bu yerda butunlay zavodda hamma etaplarini olib kelishgan bu yoqqa. Ko'rishingiz mumkin. Bunga qanchalik tayyorgarchilik ko'rilgan. Bunaqa tayyorgarchilik ko'rgandan keyin haqiqatda natija ham shunga yarasha bo'ladi-da. Mana hozir angar shunaqangi katta o'tdi pavilyon. Bitta pavilyonning o'zi biz bir chekkasidamiz. 200 metrga 100 metrlik pavilyondan 7 ta bor shu yerda. 7 tasi bugun oxirgi kuni. Oxirgi kunida shunaqangi odam ko'p. Hozir 2 soatlar qoldi buni tugashiga, lekin hamma baribir переговор qilyapti, bir-birini hamkorlikni gaplashyapti, yangi kelishuvlarni qilishyapti shu yerda. Tayyorgarchiligiga qoyil qoldik biz ham. Biz ham O'zbekistonda bundan zo'r tayyorgarchilik qilishimiz kerak degan rejalarni qilamiz, xudo xolasa. Salomat bo'linglar.